TDM asoslaridan biri. Nafaqat TDM, balki boshqa rejimlarda ham ancha foydasi tegadigan narsalardan biri bu grafika. Grafika pasti hamma o'yinda bir xil ishlaydi. Siz ishlatib turgan device xoh telefon bo'lsin, xoh kompyuter yoki da iPad, grafikani eng pastiga qo'yib o'ynaydigan bo'lsangiz, bu telefoningizga yoki da shu qurilmangizga bo'lgan nagruzkani ancha pastlatib beradi. Va aynan mana shu narsa o'qlaringizni regit qilishini ancha kuchaytirib beradi. Ya'ni zalyotingizni oshirib beradi va win rate'ingizni o'z-o'zidan ko'tarib beradi. Yevropa va Esenga N2 o'yinchisi Hakki grafikani menga qanaqa qilib to'g'ri nastroyka qilishni o'rgatdi va bu narsani men sizlarga o'zim ko'rsatib bermoqchiman. Undan oldin esa bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Grafikaga kiring, grafikaga. 150 qiling grafikani, ana yaksini. Yaksni 150 qildi. Normalni turibdi, mana shu yaks tepasidagi normalni deb qo'yibdim. Normalni qo'ying. Normalni bosib oling. Okey deb bosing. Keyin mягкий deb qo'ygani bor, tepada kartinka mягкий. Mягкий deb bosing. Keyin hech qachon revyashir, ashqa narsalarda o'ynamang. Umuman. Chunki nimaga desangiz, bu revyashir g'alati zalyoti boshqacha bo'ladi. Keyin unda full pot o'ynaydigan, men bilmayman boshqalarni, lekin full pot o'ynaydiganlarga unchalik zalita chiqmaydi. Imенно content qilasiz-ku. Ashqalarda bo'ladi. Imенно TDM uchun, turnirlar uchun alohida o'z uchun bitta set qolishingiz kerak. Keyin map, BEP, keyin mana oq, qora kamza unchalik zalita chiqmaydi, Inferno. Yoki shoot qo'ling, yoki lednik qo'ling, yoki bezmo. Lednik qo'ysa ham yaxshi. Shu zalyotingiz lednikni kuchaytirsangiz undan ham yaxshi. Xohlasangiz men sizga chuvstitling seraman. Shunda bitta qilib ko'ring, o'zi chuvstitling sizni bitta saqlang qilib ko'ring. Именно full pot bilan yo'qsa ovoz, mana xotinda ovoz. iPadga tushadigan chuvstitling seraymi? Turibsiz, oddiy mana. Bitta sakraydigan, bitta masalan anaqa kartinga, joystick, bitta jichi yurgizda bo'ldi mana. Mana. Bo'ldi. Mana. Именно pikani endi komanda aytgan joyiga bo'ldi. Yoki mana qilasiz, mana qilasiz. Bunday ko'rinmaydigan oxiri 3 ga chiqib qolsangiz, 3 ga chiqib qolganingizda именно ular kallasiga berib tashlaysiz, agar kallani ishlatib imенно yutishga o'ynasangiz. Yo'q, вообще shashilmang. Bunday yo'qki. Bunday sakring, bo'ldi. Bitta sakrab, ashaqa chiqib qolish, bo'ldi. Ana. Agar tepaga chiqib oladigan bo'lsa, bunday yotib olsangiz, yo'q, unaqa qilsangiz kallasiga o'ynaydi, yotib olish kerak. Yotib olish aytgan, imенно endi sakrab tushadi-yu pastga. Tushayotgan bitta otib qo'ysangiz o'lib ketadi ashi, pastga tushayotgan. Chunki u sizga qarab poyla olmaydi, na ota oladi. Otsa ham uncha tegmaydi. Esa 50 HP laringiz oladi, и всё.